Zamonaviy biologiya kitobi, birinchi variant, 22-savol. Drozofila meva parchasida retsessiv S geni. Mana shuni biroz kattaroq qilish iloji bormi? Yoki mana qiyaroqmi? Retsessiv S geni jinsiy X xromosomaga birikkan holda tananing kalta bo'lishiga olib keladi. Mazkur belgi bo'yicha heterozigota urg'uvchi drozofila kalta tanali erkak drozofila parcha bilan tanishtirilganda olingan 300 ta erkak parchasining qancha qismi tanasi kalta bo'ladi? Bu slaydimda demak yozish biroz murakkabroq, shuning uchun daftarimda yozdim va daftarimni demak rasmga olib slaydga joyladim. Daftarimdan tushuntiraman, lekin tushuntirishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Demak, olib keladi. Mazkur heterozigota urg'uvchi drozofila. Bilamiz, drozofila bilan odamning demak urg'uvchi bilan erkakning farqi yo'q, ya'ni demak urg'uvchisi XX, erkagi XY. Urg'uvchi drozofila demak heterozigota bo'lgan. Heterozigota deyapti. Mana bu heterozigota, qarang. Chashtirilgan erkak drozofila bilan, ya'ni erkak drozofila kalta tanali. Kalta degan. Demak X kichik X kichik S Y shu bilan chashtirilgan. Mana bu yerda bitta joyda e'tibor qiladigan joyi bor. Drozofila meva parchasi retsessiv S geni jinsi X xromosomaga birikkan holda tananing kalta bo'lishiga olib keladi. Mana bu kalta-ku, demak katta X katta S ni aytmagan. Bu yerda biz olishimiz kerak, ya'ni aytmagan, bilolmaymiz degan gap xato. Biz buni aytmagan bo'lsak, demak sog' yoki normal deb olishga demak majburmiz. Sog' yoki normal bo'ladi. Xo'p, erkak va urg'ochi chashtirilganda, demak penetkadagi shu ko'rinishda bo'ladi. Erkaklar 300 ta erkak parchasining qancha qismi tanasi kalta bo'ladi? Demak, Y tayoqchasi bo'lishi kerak, Y xromosoma bo'lishi kerak. Ikki yelkali. Xo'p, mana bular ikkita pastdagi ikkita, demak erkak bo'ladi. Xo'p, qancha qismi tanasi kalta deyapti. X kichik S bo'lishi kerak. Bu X katta S bo'ladi bu yerda, bu kirmaydi. X kichik S mana bu, demak faqatgina mana bu. Demak erkaklarning 50% tanasi demak kalta bo'ladi. Demak 300 tasining 50% degan. Bu 150. Bejavob javob. Bejavob.